Start recording. Demak, video yozib bo'lyapti. Hammaga salom. Bugun biz Pythonning ikkinchi darsini o'rganamiz. Bugungi darsimiz o'zgaruvchilar va kommentariyalar haqida bo'ladi. O'zgaruvchilar o'zi nima desangiz, o'zgaruvchilar masalan 3 ta idish bor. 3 ta idishda meva, birinchi idishda mevalar, ikkinchi idishda tuz, uchinchi idishda suv qo'shsak, biz ularni va joylarini aralashtirsak, suv qayerda, tuz qayerda yoki mevalar qayerdaligini bilolmaymiz. Agar har bir idishning ichiga yoki ustiga nom bersak, suvnikiga suv, shakar turganga shakar, mevalarnikiga meva deb qo'ysak va ularni aralashtirgan paytimiz suv qayerda yoki mevalar qayerda turganini bemalol aniqlab bilamiz. Demak, bugun ham xuddi shunday programmada ham shunday ma'lumot bor. Ya'ni o'zgaruvchilar. Bular masalan ko'rib turganingizda ushbu narsa o'zgaruvchi hisoblanadi. Mana bu o'zgaruvchining nomi, ya'ni idishda berilgan nom, bu idishdagi nom ana shu deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni suv. Masalan, bu yerga suv deb qo'ysak, bu yerga ham, bu yerda esa o'sha idishning ichida nima borligi, ya'ni qiymati. Bu nomi. Qiymat va nom o'rtasida doim tenglik belgisi bo'ladi. Demak, agar biz buni print orqali suvni chaqirsak, konsolda ham suv kelib chiqadi. Mana. Hop. Demak, bularni biz ko'pincha bularda biz a qilib, masalan, a suv qilib ketsak bo'ladi, lekin ba'zida biz buni tushunolmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha bularni o'ziga tegishli nom bilan chaqirish maslahat beriladi. O'zgaruvchilarni to'g'ri chaqirishi bor, noto'g'ri chaqirish usuli bor. To'g'ri chaqirish birinchi ana shunday, ya'ni suv deb yozamiz. Ikkinchisi o'zgaruvchining nomini oxiriga son qo'shish. Masalan, suvlarning turlari ko'payib ketsa, masalan, kola, fanta, pepsi ko'payib ketsa, ularning har birini suv deb qo'ysak bo'lmaydi. Buni sababini keyin oxirroqlarda aytib o'taman. Agar bu yerda suv 1, suv 2, suv 3 deb qo'ysak, yaxshiroq turadi. Ya'ni bu mumkin. Keyingisi suv hamda pastki chiziqcha orqali yozish. Bunday usulni ham bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Va undan keyingisi katta harflar bilan. Bundan ham bemalol foydalansak bo'ladi. Bu ham ishlaydi. Va bular to'g'ri chaqirish usuli edi. Noto'g'ri chaqirish usullari-chi desangiz, bular o'zgaruvchining oxiriga emas, boshiga son qo'shish. Bu noto'g'ri chaqirish usuli hisoblanadi. Hamda pastki chiziqcha emas, o'rtaga chiziqcha qo'yib chaqirish. Bu ham xatolik hisoblanadi. Va probel orqali chaqirish. Va so'nggi noto'g'ri chaqirish usuli bu qanday aytsam bir, bu yerda so'nggi chaqirish usuli suv va har xil belgilar. Bular ham noto'g'ri chaqirish usullariga kiradi. Va hozir kommentariyalar nima desangiz, kommentariya bu masalan bizga ushbu qism kerak emas. Biz buni kommentariyaga olib qo'ysak bo'ladi. Kommentariyaga qanday olinadi? Kommentariyaga Ctrl / orqali olsak bo'ladi. Ya'ni kerakli ma'lumotni
ushbu ko'rinishda olib va unga Ctrl//ni bossak, u kommentariyaga olinadi. Agar yana bir marta bossak, kommentariyadan chiqariladi. Demak, to'g'ri, ba'zilar aytishi mumkin, buni shunchaki undoq qilib o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi-yu, deyishi mumkin. Yo'q. Sababi qachondir bu narsa bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun muhim narsa bo'lsa, uni kommentariyaga olib qo'yish yaxshiroq hisoblanadi. Demak, endi sizlarga yana bir topshiriq. Boshida aytganimdek, ushbu suv 2, suv 3 deb nomlash nega kerak desangiz, masalan, bu yerda suv turibdi. Ikkinchi suvga biz kola deb qo'ysak, kola yo'q, Pepsi masalan, Pepsi va buni print orqali suvni chaqirsak, bu yerda nima kelib chiqadi deb o'ylaysiz? Ba'zilar bu yerda ham suv, ham Pepsi kelib chiqadi deb o'ylaydi. Yo'q. Sababi dastur tepadan pastga qarab doim o'qiydi. Boshida suvligini o'qiydi, lekin yana tagiga o'tganda suvni Pepsiga yozib qo'yganimni ko'rib, ha, demak foydalanuvchi ma'lumotni o'zgartiribdi deb printga Pepsini chiqaradi. Ya'ni qisqacha qilib aytganimizda, bu yerda tepadan pastga, ya'ni oxirgi berilgan ma'lumotni chiqaradi. Agar nomlari bir xil bo'lsa, o'zgaruvchi nomi bir xil bo'lsa, keyin o'zgaruvchilar o'ziga har qanday qiymatni qabul qiladi. Masalan, name barobar Shohrux. Keyin name barobar Shohrux, age barobar 12. Mana ham stringni olyapti, ham numberni olyapti. Demak, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi, lekin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni biz har doim ham ushbu saytda ishlayvermaymiz. Ya'ni biz mana PyCharmda shunga o'xshash PyCharmda ishlaymiz. Agar kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketsangiz, men alohida video chiqaraman. Ya'ni PyCharmni qanday yuklash kerakligi haqida. Bizni tinglaganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.